bankimizni 312-qarorlari bo'yicha mana bu tadbirkor xizmat ko'rsatish, tadbirkorlik qilish yo'nalishida kredit mablag'lari ajratilish, 47-qaror, keyin mahalla loyihasi asosida kreditlar ajratish to'g'risida qarorlar chiqqan. Shu bo'yicha kredit ajratib kelyapmiz bankimiz tomonidan, Agrobankimiz tomonidan. Mana bu 312-qaror bo'yicha 7 yil muddatga 3 yilgacha imtiyozli davr bilan kredit mablag'i ajratiladi. Yo'nalishlar xizmat ko'rsatish, chorvachilik, 30 dan ziyod yo'nalishlari bor. Shu yo'nalishlarda kredit ajratish orqali 2 va undan ziyod yangi bo'sh ish o'rinlari yaratiladi. Bu bo'yicha kredit olish bo'yicha sizlarda kerakli muammolar bo'lsa, agar bank tomonidan kredit olishda bo'ladigan muammolaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa bersangizlar, men qisqacha ma'lumot berib o'taman. 47-qaror bo'yicha 5 yil muddatga 2 yilgacha imtiyozli davr bilan ajratiladi. Keyin 17 millionlik kreditlarimiz bor. Shu yo'nalishda ajratiladigan kreditlar bo'yicha